Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men matematika fani o'qituvchisi Yusupov Ahmadman. Bugun biz sizlar bilan to'g'ri chiziq tushunchasi va uning turlariga doir suhbat olib boramiz. Matematikada 6 ta asosiy tushunchaning biri bu to'g'ri chiziqlar. To'g'ri chiziq deganda biz tabiatda misol uchun temir yo'llar cheksiz davom etadi degan nuqtalardan iborat chiziqlar aytiladi. To'g'ri chiziq bilan siniq chiziqni farqi bor. To'g'ri chiziq lotin alifbosining kichik harflari bilan belgilanadi va uning u chap tomondan ham, o'ng tomondan ham chegaralanmagan cheksiz davom etadi. Biz uni matematikada nima orqali kiritamiz? Shartli ravishda mana shu to'g'ri chiziq bo'ladi. A harfi bilan ikkala tomondan ham chegaralangan nuqtalar to'plamidan iborat. Endi to'g'ri chiziqlar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchi, biz geometriyani ikkita qismi bor. Maktab geometriyasi, polarimetriya va stereometriya. Polarimetriya degani bir tekislikda yotadi. Geometrik jismlar. Stereometriya esa fazoda joylashgan geometrik shakllar bo'ladi. Endi to'g'ri chiziqlar ham ikki turga bo'linadi. Kesishadigan to'g'ri chiziqlar, kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar. Kesishadigan to'g'ri chiziqlarimiz ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchisi perpendikulyar to'g'ri chiziqlar, perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziqlar. Bunga shunday ta'rif beriladi. Agar ikkita to'g'ri chiziq 90 gradus burchak ostida kesishsa, bu to'g'ri chiziqlar perpendikulyar to'g'ri chiziqlar deyiladi. Mana shu perpendikulyar to'g'ri chiziqlar asnosida Dekart koordinatasi tuzilgan. Ikki o'lchamli Dekart koordinatalar sistemasi tuzilgan. Ikkinchisi perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziq. Demak, to'g'ri chiziq biz aytdik, ikkala tomondan ham nima qilinmagan, chegaralanmagan. Demak, bu cheksiz davom etadi. Qandaydir bir cheksizda yotgan ikkita to'g'ri chiziq albatta kesishadi. Lekin shunday hol mavjudki, bu ikkalasi kesishadi. Ya'ni perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziqlarga o'rtoqlar. Ikkita to'g'ri chiziq biron burchak ostida kesishadi. Mana misol uchun vertikal burchaklar degan tushuncha bor matematikada. Vertikal burchak. Mana burchak bilan bu burchak teng. Mana A to'g'ri chiziq, bunisi B to'g'ri chiziq. Vertikal burchaklardan hosil. Demak, perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziqlar albatta kesishadi. Burchagi 0 gradus bo'lsa, bular ustma-ust tushadi. Qolgan holda esa 90 gradus bo'lganda perpendikulyar, qolgan hollarda esa bular perpendikulyar bo'lmagan to'g'ri chiziqlar. Endi to'g'ri chiziqlarning ikkinchi turi kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar. Tekislikda ham kesishmaydigan to'g'ri chiziqlar. Bular parallel to'g'ri chiziqlar. Mana temir yo'lning po'lat izlari. Shularning shunday farazlari cheksiz davom etadi, lekin hech kesishmaydi. Sim yog'ochlariga elektr simining tarmoqlari kesishmaydi. Mana bular parallel to'g'ri chiziqlarga misol. Fazoda ham xuddi shunday, tekislikda ham xuddi shunday bo'ladi.
Ana endi kesishmaydigan to'g'ri chiziqlarning ikkinchi holi bu faqat fazoda, 3 o'lchamli fazoda ayqash to'g'ri chiziqlar bor. Bular qanday to'g'ri chiziq? Ayqash to'g'ri chiziqlar deganda, agar ikkita to'g'ri chiziq ikkita tekislikda yotsa va kesishmasa, bular nima bo'larkan? Ayqash to'g'ri chiziqlar. Demak, ayqash to'g'ri chiziqlar qancha davom ettirilsa ham bir-biri bilan nima qilmaydi? Kesishmaydi. Chunki ikkalasi ikkita parallel tekislikda yotgan bo'lsa, mana misol uchun shu xonamizda mana bu bitta tekisligi, bu ikkinchi tekisligi bo'lsa, shunda yotgan ikkita to'g'ri chiziq hech qachon kesishmaydi. Bu vertikal bo'ladimi, gorizontal bo'ladimi, kesishmaydi. Demak, to'g'ri chiziqlarni fazoda va tekislikda joylashishini tushunib oldik deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa menga murojaat qilasizlar. Hozircha xayr. Sog' bo'ling.